Assalomu alaykum barchaga. Mana kecha Tojikistondan o'tgan qo'ylarimiz bugun mana sal o'zlariga kelishib, xohlasa mana xohlasa kimga qanday ma'lumotlar kerak bo'lsa ekrandagi raqamlar qo'ng'iroq qilib ma'lumotlar olsalar ham bo'ladi. Mana qo'zilar. Mana bu tarafda bo'g'ozlarimiz bor. Ularda olsa hammasi bo'g'oz qo'ylar mana. Qonlari osilib qo'ygan. Etlari ham joyida, oyoq qo'ylari uzun. Zoti toza bo'ladi ham mana. Doğrusu hammasi yaqin bo'g'oz. Mana qonlarni ham qaranglar. Osilib turibdi. Manzili Farg'ona shahar Toshloq tumani Dev tekstil yonida. Mana bitta qo'chqorimiz ham bor mana. Zotga. Uzunligi ham yaxshi. Mana qo'chqorimiz. Chorvaga qiziqqanlar bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. O'zlar ham qiziqtirgan ma'lumotlar olishlari mumkin. Narx-navolari. Doğrusu dastlabki xizmatlari ham bor. Mana qo'zilar. Mana kallalari ham chiroyli. Mana bu yerda ham bor. Mana ikkita qo'chqor, mana buni 3 ta qo'chqorimiz bor ekan mana. Chiroyli sog'larimiz ham bor mana. Katta bolaligimiz bor, juda joy ochiq buni. Shahar territoriyasiga olib borsalaring, qo'ni-qo'shnilar shuni ketib boradi uyda sotib. 2 kun boqsalar ham bo'ldi. Shaharda yashaydiganlar. Mana yonida bolasi turibdi, oxirida yemi turibdi, suvi turibdi, maro. Mana shular ham qo'chqor. Ular endi mana 3 ta qo'chqor, qolgani sog'liq mana. Chiroyli sog'liqlar. Mana o'yina bola, mana bolasi buni. O'zi oq, bolani qora bergan. Ularga qiziqqanlar bo'lsa bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar, xudo xolasa. Barcha ma'lumotlar beriladi. Qo'zlardan bu to'pda tug'ildi. Endi bu ikkita Mana qo'zilar. Qoralari ham bor. Mana shu boshqacha mana shu qora chiroyli mana.